Semirip ketip qolgan qizlarimiz qalayınqan yemesin, muşunun o'xshash sap bo'lgan saylanchilab yangilara do'stlar. Bugun men bu seyimni qanday etdimki, unda qilsa, oxirini ko'ringlarjimi? Xo'sangning ustiga cho'qqin mush qaynagan qaynoq suvni qo'ysizlarjimi? Buni mushu petim yarim soat qilib qo'ysizlar. Ellarning chanqu qiyami musanka bir yerlarga qo'nishqa, soatlarga berib qolsanglarmi, mana evasanlar o'zinglarga shunchalik qulaylik. Yarim saat qaynoq suv chilgan vaqtida mana mushu holatga keldi. Yarim soatdan bek chiq chilib etmanglarjimi, bek yumshab ketdi. Endi suzib olaymi. Bunun suyunu nayda pakı saqitsizlarjimi, saqitib olgandan keyin endi buni ma quruq javrimizdan birga to'kib olamiz. Mana töbidan qizg'iroq suvda mishda bir qurt chaqib etsizlarjimi? Mananga bir tal ko'klasin mishda ushaq to'g'rib oldik. Endi o'zinglar ochiq yelasanglar, manda shomicha to'g'asanglar bo'ldijimi? Ochiq yelanmasanglar, mana o'shash qizillarni ushaq to'g'rab sevasanglar bo'laverdi. Mananga bir baş piyozni mana mushu shaklda to'g'rib oldik. Buni mushunga o'xshash to'g'rib olsizlar. Samsaqdan 3 tal aqlab oldimji, mana mush mojandek chiqdijimi masamsaq. Butun bitil salaman. Mushu chinimizda bir china sirka qo'yib oldim. Yarim sirka shincho qo'yib oldik. Kunjitmaydan 2 qo'sh qo'yib oldik. Mana bu muzlagan qaynoq suvdan bir sirka qo'yib etamiz. Mana bo'lsa 4 qo'shiq shika. Buni shikani silishimizning sababi mas sirkimiz yomon chuchuman. Shika solsanglar odatdan mas suyni issanglarmi ajoyib payz bo'ldi. Hozirroq osh ko'k silitimiz. Buni saqlasanglarmi hech nima bo'lmaydi. Hozir mushu bitim langsang sepsanglarmi bo'ldijimi? Ash burilqilarga ip qo'yib saqlab yeydigan bo'lsanglar ajoyib paysayjimi bu.